Demek qaranglar, kvant son nima bu desangizlar? Atomning markazida yadro joylashgan, yadroning atrofida elektronlar harakatlanib yuradi deyilgan. To'g'rimi? Elektronlarni xarakterlash uchun, elektronlarni to'liq tushuntirib berish uchun kvant sonlar degan tushuncha fana kiritilgan. Tushundikmi? Kvant sonlar 4 xil bo'ladi ekan. Bosh kvant son. Bosh kvant son. İkincisi orbital kvant son. Orbital kvant son. Üçüncüsü magnet kvant son. Dördüncüsü spin kvant son. Diyarbek neçe kvant son var şunda? 4 ta kvant son var. Boş kvant sonunu bize N harfi bilen belgileyimiz. N harfi bilen. Orbital kvant sonunu L harfi bilen belgileyimiz. Tushundikmi? Magnet kvant sonunu M L bilen belgileyimiz. Spin kvant sonunu M S bilen belgileyimiz. Tushundikmi? Bosh kvant sonini tushuntirib beramiz. Bosh kvant son nimani bildiradi desangizlar? Elektron nechanchi pog'onada harakatlanib yurganini bildiradi. Tushundikmi? Qaranglar. Hozir biz sizlar bilan kaliyni chizib ko'ramiz. Kalining tartib raqami 19. Demak 19 protoni bor ekan va uni atrofida 19 elektron harakatlanib yuradi ekan. Tushundikmi? Mashhur javob beradi. Kaliyda top darbi sistemadan kaliyni nechta qavat bor ekan? Elektron qavatlar soni nechta ekan? 4 ta elektron qavat bor ekan. Demak mana plus 19 yadro zaryadi, mana yadro ve onu 4 qavat chizamiz. 1 qavat. Mana 2 qavat. 4-chi qavat. Sig'dimi? Sig'diramiz. Mana sig'madamlar. Hozir 5-chi, 6-chi, 7-chi qavat desam 7-chi qavat berib o'tib ketadi. Tushundikmi? Endi bu joy oladi, vaqt oladi. Shuning uchun mana bu 4 ta qavatni osonlik bilan tasvirlash uchun mana bunday o'zgartirish kiritamiz qaranglar. Mana plus 19, mana yadro, mana 1-chi qavat, 2-chi qavat, 3-chi qavat, 4-chi qavat. Tushundikmi? Ya'ni biz nima qildik desangizlar, biz mana shu qismini oldik qirqib. Tushundikmi? Ya'ni mana shuncha qismdan faqat shu qismini oldik. Demak, biz nima qilamiz endi? Buni davomida nima bor ekan? Mana davomi. Davomini chizib o'tiramizmi? Chizib o'tirmaymiz. Mana buncha katta chizib o'tirmaymizdan, biz faqat mana go'kda tasvirlangan joyini ko'ramizdan qavatda belgilab ketaveramiz. Tushundikmi? Endi qaranglar. Masalan, natriy. Mata qilib javob beradi. Natriydan necha qavat bor ekan? Necha? 3 ta qavat bor. Demak, tartib raqam 11, natriy, 1-chi qavat, 2-chi qavat, 3-chi qavat. Tushundikmi? Va bu qavatlarda 2, 8, 1 bo'lib joylashgan. Tushuntiraman vaqti kelganda. Hozircha shunchaki ko'rib ketaveramiz. Demak, 1-chi qavatda 2 elektron, 2-chi qavatda 8, 3-chi qavatda 1 elektron bo'ladi ekan. Jami 11 ta elektron bo'ladi. Jami qo'shsam 11 ta elektron bo'ladi. Tushundikmi? 11 ta elektron bo'ladi va elektronlarni xarakterlashimiz kerak ekan. Nimasi bilan xarakterlashimiz kerak ekan? Bosh kvant soni bilan. Ya'ni bosh kvant soni bilan farqlashimiz kerak bo'ladi ekan. Bosh kvant soni nima desa, elektron qaysi pog'onada harakatlanib yurganini ko'rsatadigan son. Mana bu qavat, 1-chi qavat, mana bu qavat, 2-chi qavat, mana bu qavat, 3-chi qavat. 3-chi qavatda yurgan elektronning bosh kvant soni 3 ga teng. Mana bu n bosh kvant son bu, yoki pog'onaning nomeri. Tushundikmi? Demak, bosh kvant son nimani bildiradi ekan? Siz aytinglar qani? Pog'ona sonini bildirami?
elektron bizlere gerek var. Aynen qaysi elektronni nazarda tutayotgan bo'lsak, shu elektron nechanchi qavatda harakatlanib turibdi. Shu savolga bosh kvant soni javob beradi. Demak, bosh kvant soni 2 bo'lsa, elektron nechanchi qavatda harakatlanib turibdi? Bosh kvant soni 1 bo'lsa, u nechanchi qavatda harakatlanib turibdi? Birinchi. Tushundikmi? Masalan, savol Rubidin topinglar. Rubidida bosh kvant soni 6 bo'lgan elektron bormi? Nima uchun yo'q? Chunki unda 5 qavat bor, unda 6-chi qavat yo'q. Tushundikmi? Shuning uchun ham bosh kvant soni 6 bo'lgan elektron unda uchramaydi. Tushundikmi? Bosh kvant soni bo'ldi. Endi qaranglar, shunchaki qandaydir bir element deb tasvirlayman. Birinchi, ikkinchi, tushuntirish uchun kattaroq chizamiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 qavat bormi hozirgi elementlarda? Mavjud 100 yildan keyin, 200 yildan keyin 8 qavatli elektronlar ham elementlar ham kashf etilishi mumkin, balkim. Lekin hozirgi zamonaviy ta'lim bo'yicha 7 ta davr bor. Demak, 7 qavat bor hozircha. Tushundikmi? Demak, mana 7 ta qavatni chizdim, orasini ochib. Demak, mana bu n teng 1, birinchi qavat. Mana bu ikkinchi qavat, bu uchinchi qavat. Diğer yordam berdi. Nechanchi qavat bu? 4-chi qavat. Bu nechanchi qavat? 5-chi qavat. 6-chi qavat, 7-chi qavat. Endi qaranglar. Har bir qavatning o'zining energiyasi bor. Har bir qavat o'ziga xos energiyaga ega. Xuddi har bir odamning o'zining kilosi bo'lganidek. Yoki har bir odamning o'ziga xos energiya, masalan, kimdir birlar energiya ishlaydi, kimdir birlar passiv. To'g'ri? Xuddi shunga o'xshab, mana bu qavatlarning ham energiyasi bor ekan. Mana buni energiyasini E1, mana buni energiyasini E2, E3, E4, E5, E6, E7 bilan belgilaymiz. Tushundikmi? Va qaranglar. Bosh kvant soni oshib borgani sari qavatlarning energiyasi ham oshib boradi ekan. Demak, E1 dan E2 katta, E2 dan E3, E4, E5, E6, E7 tartibida energiyasi oshib boradi ekan. Dilmurod, sana savol. Bosh kvant soni 4 bo'lgan elektronning energiyasi katta bo'ladimi yoki bosh kvant soni 6 bo'lgan elektronning energiyasi katta bo'ladimi? 6 katta. Chunki u 6-chi qavatdagi elektron energiyasi E6 ga muvofiq keladi. Tushunmaganingiz bormi? Demak, bosh kvant sonining qiymatini qarab turib, elektronning energiyasini xarakterlab tushuntirib berib bilamizmi? Go'zal. Demak, 3-chi qavatda yurgan elektronning energiyasi kattami yoki 1-chi qavatdagini kattami? Savol. Bosh kvant soni 5 bo'lgan energiyasi kattami, bosh kvant soni 7 bo'lgan energiyasi kattami? Tushundikmi? Demak, bosh kvant son nimani xarakterlaydi ekan? Energiyani xarakterlaydi ekan. Tushundikmi? Elektronning energiyasini bosh kvant son xarakterlab beradi ekan. Всё. Bosh kvant son tamam. Ikkinchisi orbital kvant son. Orbital. Oy. Dunyoda o'qim qachdimi? Demak, orbital kvant son L harfi bilan belgilaymiz. Endi orbital kvant son ham bosh kvant soniga o'xshab energetik jihatdan xarakterlaydi, energiyasini bildiradi va orbitalni shaklini ifodalaydi. Tushundikmi? Shaklini ifodalaydi. Nima deganmiz ta'rifda? Orbital kvant son elektronning shaklini bildiradi, energetik jihatdan xarakterlaydi. Xuddi men hozir aytgan gaplar. Endi qaranglar. L harfi bilan belgilanadi dedik, uni ham aytdik va qanday qiymatni qabul qiladi? Bosh kvant son, qaytaman, qaranglar. Bosh kvant soni qiymati nechadan boshlandi? 1dan. 0dan boshladik-mi? Bosh kvant son 1dan to yetaveradi. 7da tugamaydi. Chunki 200 yildan keyin, может 1000 yildan keyin hali zamon durib tursa, может raqamning soni 15 ga borar, balkim. Uxlamaymiz. Demak, keyingiga o'tdik. Orbital kvant son. Elektronning shaklini bildirdi, energiyasini bildirdi elektronni. L harfi bilan belgilandi. Endi qanday qiymat qabul qiladi degan savol. Qanday qiymat qabul? Qaranglar, 0 dan n-1 gacha qiymat qabul qiladi deb yozib qo'yibman,
Lekin buni batafsil tushuntiramiz. Qaranglar, sal kamchilik ketgan. Shu yozgan joyimda sal kamchilik qoldirganman. Qaranglar. Her bir qavatda degan so'zni qo'shib qo'yinglar. Her bir qavatda 0 dan boshlab n-1 gacha qiymat qabul qiladi. Demak, qaranglar, yana yangi qavatni chizaman. Mana yadro, mana shunchaki qandaydir bir element, bilmayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tushundikmi? Endi qaranglar. N teng 1 diğer bir yerdan berasa. Aytib tur. Ha? Hop, 7. Demek bular bosh kvant sonlarmi? Endi qaranglar. Mana bu orbital kvant son 0 dan boshlanib n-1 da tugaydi. Har bir qavat uchun. Tushundikmi? Masalan, ibida 0 bo'ladi, ibida 1, ibida 2 emas. Unday emas. Har bir qavatda 0 dan boshlaydi. n-1 da tugaydi. n-1 qiymat necha bo'ladi mana bu qavat uchun? 1 dan 1ni ayirsam necha qoladi? Ya'ni mana buni qiymatidan 1ni ayirib tashlaydi. 0. Demak 0 bor, izidan yana 0 keladi. Yozamanmi shuni deb? Ketmagi sonlar ketma-ketligidan 0 dan keyin 1 keladi. 0 dan keyin yana 0 kelmaydi-ku. Xo'p, mana bunga keldik. Yana bu ham 0 dan boshlanadi. Chunki har bir qavat 0 dan n-1 gacha qiymat qabul qiladi. 0 dan boshladim, matematik yordam beradi. Ichida tugaydi. Ya'ni 0 dan boshlanib, dedim. n-1 da tugaydi. Demak, n-1 necha bo'ladi mana shu qavat uchun? 1 bo'ladi. Nima uchun 1 desa, 2 dan 1ni ayiramiz, 1 bo'ladi. Sayda yordam beradi. Mana bu qavat nechadan boshlanadi? 0 dan boshlanadi, nechida tugaydi? 2 da tugaydi. Nima uchun 2? 3 dan 1ni ayirdik. 1, 2. Tushundikmi? Mana bu qiymata mana shu yordam beradi. Aytib ber, nechadan boshlaymiz? 0. Oxirgi qiymat? To'g'ri. 0, 1, 2, 3. Mana buni o'tamiz. 0, 1, 2, 3, 4. Xo'p. Mana bu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mi? Ha, yo'q ekan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xo'p. Mana shuni tugaydi ekan. Tushundikmi? Demak, 6-qavatda orbital kvant soni 0, 1, 2, 3, 4, 5 bo'lgan elektronlar yuradi ekan. Tushundikmi? Savol. Savolni kimga beramiz? Marvarita beramiz. 4-qavatda orbital kvant son 4 bo'lgan elektron bo'ladimi? Yo'q. Feruzaban to'g'ri aytdimi? 4-qavatda orbital kvant son 4 bo'lgan elektron bo'ladimi deb savol berdim. Yo'q deb javob berdi. To'g'rimi, xatomi? Mana 4-qavat. To'g'ri. Tushundikmi? Madina, sana savol. 1-qavatda orbital kvant soni 1 bo'lgan elektron bormi? Bugun shaxsada sana tushib yodingda bo'lsa, qanasan shaxsada? Qara, senikinda buni deb qo'ydim. 1, 1, 1 deb qo'ydim, yani bir tesingda. Ya'ni bosh kvant son senikinda tushundingiz. Endi faqat shaxsadaga ixtisoslashgan bu ma'lumot, chunki uni tesi bor edi. N, L, ml mos kelishi kerak degan gapi bor edi. Ya'ni shunday bir elektronni tasvirlashi kerak. Mana bu ketma-ketlik to'g'ri tasvirlanganini belgila deb qo'yibdi. Demak, n 1 bo'lsa, l 1 bo'ladimi? N 1 bo'lganda l 1 bo'lgani yo'q. Hali magnet konsani tushuntirmagan uchun davom etmayman. Lekin shu joyini o'zimda sirazi oddiy, fundamental, oddiy bilim bilan ham testni xato to'g'riligini topsa bo'ladi. Ya'ni kalitni xato to'g'riligini. Tushundikmi? Ya'ni mana bu n 1 bo'lgan, l 1 bo'lgan elektron yo'q. Chunki birinchi qavatda 1 degan elektron yo'q. Gördükmü orbital kvant son? Demek, mana bu az yazganlarım, mana buni ham o'chiraman, bu qog'ozda bor. Mana bu yozganlarim bular orbital kvant sonni qiymatlari. Son qiymati. Tushundikmi? Mana shu son qiymatni endi bizlar nima bilan tasvirlaymiz? Harf bilan tasvirlashimiz mumkin ekan. Tushundikmi? 0 ni s bilan s 1 ni p bilan s
P, D. S, P, D, F. Tushundikmi? Yana shu nolni S bilan P, D, F. F'dan keyin qaysisi? A, B, C, D, E, F, G. J. S, P, D, F, J, H. Ha, H. S, P, D, F, J, H, E. Mana shunday harflar bilan belgilaymiz ekan. Bir P bormi ekan? Madina bir P bormi? Yo'q. 2 D bormi? Yo'q. 3 F bormi? Gördükmü? Shunday savollar bor. Demak, bir F'da necha elektron bo'ladi? Yolg'onchi savol. Bir F'da necha elektron? Bir F o'zi yo'q. Unda elektron bo'lishi haqida gap bo'lishi mumkin emas. Tushundikmi? Demak, biz sizlar bilan hozircha bosh kvant son, orbital kvant soni raqamda va harfda ifodalanishini ko'rdik. Tushundikmi? Endi biz sizlar bilan nima ko'rishimiz kerak? Demak, her birisinin shaklini ko'ramiz. S'ning shakli qanday bo'ladi? S sharsimon, P gantelsimon, D qo'sh gantel. Mana bu fazoda har xil ko'rinadi. Biz volchoksimon deymiz. Hozircha biz men ham bilmayman, hech qaysi kitobda ma'lumotda ko'rmadim. Inglizcha, ruscha qidirdim, topmadim. Bizlarning institutda o'qiganimizda mana bu F'ning shaklini mana buni tasvirlangan. Mana shuni tasvirlab bergan. Lekin yaxshilab diqqat qilib o'rganib chiqsam, mana bu shakl ham D'ning shakli ekan. Buni fazoda qandaydir bir ko'rinish ekan. Shuning uchun hozircha F haqida bir narsa deyishni ojizman. Tushundingmi? Shu joyda mana bilmam yetishmaydi. Chunki hozircha izlandim, qidirdim, inglizcha, ruscha ma'lumotdan qidirdim. Doğrusu görmedim. Şimdi başka tilni o'rganib chiqing. Shunda boshqa tildan qidirib ko'ramiz. Tushundikmi? Aniq bilmayman. Ha, shuning uchun aniq o'zim bilmagan narsani sizlarni aldamayin. Demak, endi qaranglar. 0 ni energiyasi yuqorimi, 1 ni energiyasi yuqorimi degan savol. Bilinglar. Son qiymati kattalashgan sayin energiyasini qiymati kattalashadi. Tushundikmi? Demak, bosh kvant, orbital kvant soni 1 ni energiyasi kattami, 2 ni energiyasi kattami desak, 2 ni energiyasi katta. Savolni o'zgartiraman. P ni energiyasi kattami, D ni energiyasi kattami? Tushundikmi? Yoki yana o'zgartiramiz. F ni energiyasi kattami, J ni energiyasi kattami? Tushundikmi? S ni kattami, P ni kattami? S ni kattami, D ni kattami? Tushundik ha? Demak, son qiymati oshgan sayin, demak energiyasi oshadi ekan. U holda xulosalaymiz. Orbital kvant soni katta bo'lsa, energiya katta ekan. U holda orbital kvant soni qiymatini qarab, elektronning energiyasi haqida biror bir gap aytishimiz mumkin. Ya'ni orbital kvant son elektronni energetik jihatdan xarakterlaydi degan gap shu bo'ladi. Tushundikmi? Xo'p, undan keyingi tushunchamiz magnit kvant son. Magnit kvant son ml bilan belgilanadi. ml. Mana. L indeksda turibdi. Tushundikmi? ml ekan. Endi qaranglar, magnit kvant son nimani bildiradi desa, bizga soddagina qilib Teslada bor orbitallar sonini bildiradi deymiz. Ve fanga oid yaxshilab tushuntiradigan bo'lsak, magnit kvant son elektronni yoki o'zi elektron deyish kerak emas, orbitalni fazoda qancha va qanday holatda bo'lishini bildiradi. Tushundikmi? Orbitalni fazoda qanday va qancha holatda bo'lishini bildiradi. Men bundan oldingi tema bir qayta tushuncha bir qaytayım. Bundan ham oldingiga qaytamiz. Qaranglar. Tushuntiring. Bize birinchi tema o'tganimizda atom nima desa, yana ta'rif takrorlaymiz. Atom bu musbat zaryadlangan yadro, davay qo'shilamiz.
elektronlardan iborat elektroneytral zarrachadir. Shunchaki biza bildik, ha demak atomda yadro bor ekan, atrofida elektron bor ekan. Lekin biz elektron tasavvur qildikmi? U qanday holatda yuribdi? Qanday harakatlanib turibdi? Biza bilmaymiz uni. O'ngga harakatlandimi, chapga harakatlandimi, nima qildi u? To'xtab qoldimi? Umuman elektron haqida tushunchamiz yo'q edi. Mana bugun biz elektronni batafsil o'rganacakmiz. Demak, orbital magnit bosh kvant son nima dedi? Elektron xohlagan joyida emas, mana bu pog'onalar bo'ylab yuradi. Masalan, bir elektron nisbatan postulatiga muvofiq birinchida turibmi? Birinchida yuradi, ikkinchida yurmaydi. Ikkinchida yuribmi? Ikkinchida yuradi. 5 da yuribmi? 5 da yuradi. Biz ham bundan bir oldingi temamiz Niels Bohr postulatida buni o'tgan bo'lishimiz kerak. Endi qavatda yurishini, ya'ni 4-qavatda yuradigan elektron 4 da yurishini bildik. Faqat 4-qavat bor ekan, unda elektron harakatlanadi. Shuni bildik. Lekin hali 4-qavatning ichini bilmaymiz. Tushundikmi? 4-qavat ham o'z navbatida qavatchalarga bo'lindi. Tushundikmi? Qayting yana. Bularni qavat deymiz. Qavat yoki pog'ona deymiz. Pog'ona deymiz. Qavat yoki pog'ona deymiz. Elektron qavat, elektron pog'ona yoki energetik qavat, energetik pog'ona deymiz. Tushundikmi? Endi qaranglar. Bunga keldik. Bular esa mana bu 3-qavat o'z navbatida qavatchaga bo'linadi. Qavatcha yoki pog'onacha. Yana tushunib aytamiz, orqaga qaranglar. Demak, bosh kvant son, mana bu qavatlarni ko'rdik. Qavat yoki pog'onani bildiradi. Tushundikmi? Mana bu orbital kvant son esa, mana bu misol uchun 3-qavatda 3 ta qavatda ham qavat bo'ladimi yoki qavatda qavatcha bo'ladimi? Qavatcha. O'lmas qashning kinosi bor-ku, o'lmas qashning joni qayerda saqlanadi desa, nima dedi? Sandiqda, dedi, sandiqning ichida yana bir sandiq, uning ichida yana bir sandiq, sandiqning ichida tuxum, tuxum ichida yana bir balo battar. Tushundikmi? Xuddi shunday elektron avval biz tushundik, mana bu sharsimon dumaloq narsaning ichida elektron bor deb tushundik. Undan keyin biz pog'onaga girdik. Xo'p, pog'onada borligini tushundik. 3-pog'onada, masalan, 3-pog'onada nechta qavat bor ekan? 3 ta qavatcha bor ekan. Tushundikmi? 3 ta qavatcha bor ekan, 3 ta pog'onacha deymiz. Tushundikmi? 3 ta orbital emas. 3 ta qavatcha yoki 3 ta pog'onacha. Tushundikmi? Pog'ona bilan pog'onachani farqini boringlar. Qaranglar, birinchi pog'onada necha pog'onacha bor ekan? Bir pog'onacha bor ekan. Ikkinchi pog'onada necha pog'onacha bor ekan? 2. Uchinchi pog'onada necha pog'onacha bor ekan? 3. To'rtinchi pog'onada nechta pog'onacha bor ekan? Pog'onacha. Biz hali orbital degan so'z ishlatmadik. Tushundikmi? Endi o'tamiz magnit kvant soni. Magnit kvant son elektronni fazoda qanday va qancha holatda bo'lishini bildiradi. Tushundikmi? Qanday va qancha. Tushundikmi? Qanday holatda va qancha holatda bo'lishini bildiradi. Va qanday holatda bo'lishi orbital kvant son qiymatidan kelib chiqadi. Tushundikmi? U -L dan +L gacha qiymat qabul qiladi. -L dan boshlaydi sonlar o'qinda, +L gacha qiymat qabul qiladi. Masalan, orbital kvant soni 3 bo'lsa, orbital kvant soni 3 bo'lsa, u -3 dan boshlanib +3 da tugaydi. Sonlar o'qini bilamizmi? Mana bunday sonlar o'qi bo'lsa, mana o'rtada 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3. Agar orbital kvant soni 3 bo'lsa, -3 dan top +3 gacha qiymat qabul qiladi. Va buni formula ko'rinishida umumlashtirib, -L dan +L gacha qiymat qabul qiladi deb mana bunday qilingan. Tushundikmi? Qancha qiymat qabul qiladi degan savoli 2L + 1 bo'ladi. Tushundikmi? Qancha qiymat qabul qiladi degan savoli 2L + 1 qiymat qabul qiladi. L ni qiymati 3
Bu misalımızda, doğru mu? 2'ni köpeytiremiz. 3'e qo'shamiz. 1'e necha bo'ladi? 7 ta qiymat qabul qiladi. Nechta? Ya'ni qancha? 7 ta qiymat qabul qiladi. Qanday? -3 dan +3 gacha qiymat qabul qiladi. Endi qaranglar, sonimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maxi. Qanday? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 ham bormi? Yo'q. Aynan 3 bo'lganda yo'q. Tushundikmi? Demak, biz sizlar bilan hozircha magnit kvantani ta'rifini ko'rdik va buni sodda qilib orbitallar sonini belgilaydi deymiz. Endi qaranglar, batafsil tushuntiraman. Har birisi bilan misollarda tushuntirib beraman. Demak, qaranglar, L teng 0 uchun ishlab chiqamiz. L teng 0, L teng 1, L teng 2, L teng 3 uchun ishlaymiz. Hozir mavjud elementlarda, hozir kashf etilgan mavjud elementlarda L 3 dan keyingilari yo'q. Tushundikmi? Biza yana nima dedik? Voy. JH E dedik. JH ile hali kashf qilinmagan. Yo'q. Mo'sh sizlar kashf qilarsizlar. Tushundikmi? Shuning uchun biza faqat 0, 1, 2, 3, ya'ni S, P, D, F'ni o'rganamiz. Undan keyingisini sizlar bilan o'rganmaymiz. Tushundikmi? Nazariy jihatdan o'rganishimiz mumkin, lekin mavjud emas ular. Xo'p, endi qaranglar. Qancha qiymat qabul qiladi degan savolni amalga oshiramiz. 2L + 1 teng ikkinchiga ko'paytiraman. Sen javob berasan. Bundan keyingilarni sen javob berasan. 0 ga ko'paytiraman, 1 ni qo'shaman. Necha chiqadi? 2 0 ga ko'paytsak necha bo'ladi? 0 bo'ladi. 1 ni qo'shsak 1 bo'ladi. Demak, qaranglar. Bu degani L teng 0, ya'ni S pog'onachada bitta orbital bor degani. Orbitalni biza katak ko'rinishda tasvirlaymiz. Mana katak, yacheyka deb aytamiz. Yacheyka ko'rinishda tasvirlaymiz. U holda savol. Akbara savol. Akbarni bugun eslamabman. Demak, S pog'onachada nechta orbital bor ekan? Bitta. Tushundikmi? Всё. Pura o'tdik. Endi kim yordam beradi? Divanov o'zing yordam beraver. 2L + 1 ni hisoblaymiz sen bilan. Ikkinchiga ko'paytiraman. Nechaga? Nima uchun 1? L ni qiymati 1 chunki 1 + 1 tengcha bo'ladi 3 bo'ladi. Xo'p. Nechta katak bor ekan? 3 ta katak bor. 3 ta katak chizamiz. Yopishtirib 3 ta katak chizamiz. Mana. Tushundikmi? Akbar yordam beradi. P pog'onachada nechta orbital bo'ladi ekan? 3 ta. Mana bu 3 ta orbital deb aytamiz. 3 ta yacheyka, 3 ta katak, 3 ta orbital. Tushundikmi? Muhammad Mustafa odam so'rab beringlar. 2L + 1 teng 2 ni nechaga ko'paytiramiz? 2 ga ko'paytiramiz. Nechani qo'shamiz? 1 ni. Qiymat necha bo'ladi? 5. Necha katak bor ekan? 5 katakni chizamiz endi. Doğru chizdimmi? Yaxshi, 5 katak. Endi bunga keldik. 2 ko'paytirilgan 3 to'g'ri hisoblab ketaveramiz. Teng necha? Necha katak? 7 katak. Necha orbital deymiz shuni? 7 orbital deymiz. Chiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dana. To'g'rimi? Endi qaranglar. Bize dastlab pog'ona dedik. Pog'onalar ichida pog'onacha bor dedik. Dib, mesela F pog'onachaya keldik. F pog'onachada 7 ta nima bor ekan? Orbital bor ekan. F orbital degan so'z bor. Tushuncha bor. F pog'onacha degan tushuncha bor. Tushundikmi? F orbital degan tushuncha bilan F pog'onacha bir narsa emas. Tushundikmi? Bir narsa emas. Mesela olma daraxti olma ekdingmi desa, bir dona olma tushuniladimi? Olma daraxti deganda tarkibida bir 10 kilomi, 100 kilomi, 20 kilomi, nechadir bir kilo olma ushlab turgan daraxt tushunamiz. Olma deganda bir dona olma tushunamiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Olma desa ikkisi ham ketaveradi. Lekin bu degani bir tushuncha degani emas. Ya'ni F pog'onacha da
7 ta F orbital bo'ladi ekan. Tushundikmi? Demak, F pog'onachada 7 ta F orbital bo'ladi ekan. Demak, F pog'onacha degan so'z ham bor, F orbital degan so'z ham bor. Yoki D pog'onachada 5 ta D orbital. Bularning kataklarini har birisini adi F. Tushundikmi? Nomi F. Bu S orbital. Bular 3 ta P orbital. Tushundikmi? 5 ta D orbital. Bular D orbitallar bular. Bu F orbitallar. Demak, F orbital degan tushuncha ham bor, F pog'onacha degan tushuncha ham bor. İkisi bir tushuncha emas. Farqini boringlar. Tushundikmi? Xo'p. Endi qaranglar, qiymatlarni qo'yib chiqamiz. Biza hozircha faqat qancha degan savolga javob berib chiqdik. Endi biza sizlar bilan qanday degan savolga javob beramiz. Tushundikmi? Qanday degan. Demak, qanday qiymat qabul qiladi? -L dan +L gacha. 0 bo'lsa -0 dan +0 gacha degan qiymat bormi? U faqat 0 degan qiymatni qabul qiladi. Katak 0. Shu. Endi qaranglar, 1 bo'lsa nechadan nechacha qiymat qabul qiladi? -1 dan mana -1 0 +1. Ko'chirib yozaman shuni. Sonlar o'qundan ko'chirdim. Tushundikmi? O'xshamadi shu. +1. 2 bo'lsa, L teng 2 bo'lsa nechadan nechaga qiymat qabul qiladi? -2 dan to'g'ri, -2, -1, 0, +1, +2. Tushundikmi? Mana bu qiymatni ko'ramiz. -3 dan -2, -1. Hammaga ko'rsatib turibmi? Voy, xudoyim, men chetda turganman. Mana, shunday qiymatlarni qabul qiladi. Tushundikmi? Demak, sizlar bilan hozir magnit kvant soni qancha qiymat qabul qiladi, qanday qiymat qabul qiladi, shuni ko'rib chiqdik. Eng osoni qaysi kvant son? Spin kvant son. M S bilan belgilanadi. Mana belgisi. Bu elektronning xususiy holi bo'lib, bu elektron o'z o'qi atrofida harakatlanishini bildiradi. Elektron o'z o'qi atrofida harakatlanishini bildiradi va o'z o'qi atrofida soat strelkasidan to'g'ri va teskari yo'nalishda harakat qiladi ekan. Tushundikmi? Demak, ikkita qiymat qabul qiladi. -2 dan 1, -2 dan 1 va +2 dan 1. Bitta yacheykada ikkita elektron tasvirlanadi. Birinchisi yuqoriga qaraydi, ikkinchisi pastga qaraydi. Tushundikmi? Birinchisi yuqoriga, ikkinchisi pastga qaraydi. Yuqori qarab turganning qiymati +1/2 bo'lsa, pastga qarab turganning -1/2. Yuqori qarab turgan soat strelkasiga to'g'ri, pastga qarab turgan soat strelkasiga teskari yo'nalishda harakatlanadigan elektronni tasvirlaydi. Va bilinglar, bitta yacheykada parallel spinli elektronlar bo'lmaydi. Tushundikmi? Noto'g'ri mana buni tasvirlash. Tushundikmi? Spin kvant son bo'yicha boshqa qo'shimcha ma'lumot yo'q, bo'ldi. Savollaringiz bormi? Kvant sonlar bo'yicha.